Barchaga assalomu alaykum. Bugun Bo'sato podkasti va bugun studiyamizda ikkita san'atkor ijodkorlarimiz bor va ularni tanishtiraman. Azizbek Yo'ldashev, Bo'sato festivali g'olibi Boburbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? ko'rishingiz gap yo'qki, Aziz Yo'ldashev desangiz ham bo'ladi. Yaxshi kelibsiz. Rahmat. Kayfiyat siz? Nima gaplar, ijod qanaqa? Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Kayfiyatim yaxshi. Aynan siz kelganingizdan keyin yana ham ko'tarildi. Zo'r. Buni. Va hozir bulardan so'rasak, agar qarshi bo'lmasangiz, qanaqa g'olib bo'ldilar? Qaysi ashulasi bilan g'olib bo'ldilar? Nechinchi yildan beri qatnashdilar? Yo'q, gapiradigan bo'lsam, tak 2019. Men Boburbek demadingiz. Men Boburbek. Ko'p bo'lmadi. Shu bo'g'otda deb eshitdim. 2019-yil bir qatnashganman, birinchi boshlagan vaqt. O'rin olmagansiz. O'rin olish, mayli, viloyatdan chiqa olmaganman. Viloyat bosqichidan chiqa olmaganman. Keyin ancha yil qatnashmayman bo'ldi deb yurdim. Keyin ustozim qatnashmasam bo'lmaydi, qatnashaver dedi. Nima qilasan? Bo'pti deb qatnashdim. Nasib ekan respublikadan 3 ta oldik. Qaysi viloyatdan qatnashgan? Andijon viloyati. Andijon viloyatidan. Shunaqa ko'p ijodkor bolalar, yaxshilari ko'p Bo'satoda. Bo'sato iqtidorlar kashf qiladi-ku. Shunaqa bolalar ko'p. O'shani alohida olinglar. Ana. Shu gapini. Boshqadan aytib beraymi? Mayli. Qaytga qarab aytib. Takror aytsak arziydi. Bo'satoda iqtidorlar kashf qiladi. Ya'ni Boburbekni qaysi ma'noda Bo'sato kashf qilgan. Adashmasam, bularda yana qatnashish imkoniyati bor. 3-o'rin olgansiz. Imkoniyati bor, lekin murojaat qatnashmoqchi emasman. Yo'q, qatnashmoq nima? 50 million va 100%. Ijod uchun mablag' kerak, mablag' topish kerak. Yaxshi. To'g'ri yo'l. Yoki kimdir yordam beradi, yoki o'ziga o'zi yordam beradi degan. Aha. Qoida asosida ma'lum ish. Shuna 100%. Albatta, Endi 100 millionga tush kerak. albatta bu uchun Bo'sato yordam beradi. Erishib bo'lmaydigan baxtga, orzuga yetish olmay qiynalar qalbi, yuragi. Ishonib bo'lmaydigan senda bir qizga, qanday men yo'liqdim xafaman o'zimdan. Axir bor edi-ku, yo'q emasdi-ku. Meni chindan sevgan o'zga bir qizaloq, o'z-o'zimga savol, o'z-o'zimdan javob qidirarman, najot istayman endi men. Bo'ldi xato, katta xato, yo'qdir davo, dardimga davo. So'nggi paytda ashulalaringiz Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalyapti. Qarashlaring degan ashulangiz. O'zim ham 5-6 marta buni storiyamga qo'ydim. Bu hitni Rahmat. chiqarishda kimlar sizga yordam berdi? Va buni o'zi hit darajasiga chiqishini tarixi nimaga borib taqaladi? Hit bo'lishini hech kim ayta olmagan. Qanaqa bo'lganini ham bilmayman. Lekin nasib etdi va bu narsa amalga oshdi. Bundan oldin ham qo'shiqlar chiqarganman. Ko'plab san'atkorlar bilan ijod qilgansiz birga. Ko'p san'atkorlar bilan ijod qilganman. Ko'pchilik qo'shig'imni eshitgan, lekin O'zingizni tanimagan. O'zimni tanimagan. Lekin mana hozir o'sha payt kelib javob beraman. Hozirgi paytda endi hamma tanishib boshladi. Bu qo'shiqni yaralishda o'zim o'rtoqlarim qatnashgan, o'zini hissasini qo'shgan.
ideyasi kimga? Ali akaga tegishli-da. Musiqiy Bilar ekanlar. sayqalni, ya'ni aranjirovkani Jamshid Abdunazarov o'rtog'im. Ovozni ham studiyasida yozganmiz. Chistkani ham, ya'ni ovoz tozalashni ham o'sha yerda amalga oshirganmiz. Biza faqat ijod qilganmiz, ya'ni hech kim kafolat bera olmaydi qaysidir qo'shiq hit bo'lishi bo'lmasligini. Agar peshonada bo'lsa, ya'ni faloncha degan narsasi hit bo'ladi degan bo'lsa, hit bo'ladi. Sizdan harakat, undan barakat. Qana javob berdim? Yaxshi, epladingiz albatta. Siz uchun o'zingiz ashulangizdan boshqa hozirgi kunda mavsum hiti qaysi? Hitlari bor, lekin hiti yo'q. Ya'ni Birinchi o'rinda turadigan siz uchun qaysi? Tepadan boshlab. O'zbek show business? Albatta. Birinchi o'rinda siz uchun Aziz akani qo'shiqlari va keyin Alim Sharif bor, Alim akam. Ularning qo'shiqlari yoqadi. aynan qaysi? Chiroyga boyim. Bu dunyoda Da sevdim. sevdiray deb kelganmisan. Olov yoqar bu jonimga, o't yoqay deb kelganmisan. Shirin so'zing, shahlo ko'zing, jonim olar qarashlaring. Seni mendek hech kim sevmas, ishon ko'rdim oshiqlaring. Shu qo'shiq yoqadi. Menga keyin G'aybulla Tursunov qo'shig'i. Ya'ni hozirgi holat, san'at sohasidagi holat tez hit almashyapti. Mashhurbek Yo'ldoshev. Siqilma. Juda ko'p. Yulduz Usmonovani hamma qo'shiqlari hozir hit. Juda ham ko'p. Mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshig'i bemor. Bor o'shalarga bor agar sevsa seni. Mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshig'i bemor. Mana qarang. Janona qo'shiq qolib ketdi. Yo'q, sizga bitta savolim bor. Mana ikkimizni ovozimizni eshitib ko'rdingiz. Kimni siz shogirdlikka olgan bo'lardingiz? Unda o'tirsam-a? Kimni işte ayting, oyog'ini tep qo'ying, kim olasiz? Birinchi yolg'on mayli. Yolg'on-a? Rostchi? Bugungi kunda Instagram juda ham rivojlangan va u yerda cover aytib, o'zini ijodi bilan, turli xildagi qo'shiqlari bilan tanilayotgan yosh ijodkorlar juda ham ko'p. Ya'ni Instagram orqali. Bunga Boburbek, sizning fikringiz qanaqa? Yaxshi, zo'r. Ko'z tegmasin, chotki. Bolalar ishlashyapti. Ko'proq gapirish kerak. Siroj tugatib qo'yapti. O'zim ham ijod qilaman endi Instagramda. Yaxshi. Shu aktiv tushib ketdi-da. Shundan keyin ko'tara olmayman. Aynan Instagramni o'zida qaysidir qo'shiqni cover qilib, hit darajasiga olib chiqish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Aziz aka. Yana bir bor aytaman. Bilib bo'lmaydi. Coveru, mualliflik qo'shig'i qaysi biri, qaysi paytda? Menimcha bilsa bo'ladi. Bilib bo'lmaydi emas. Nega deb savol bering? Nega? Chunki masalan ijodkor o'zini yo'nalishini, o'ziga qaysi qo'shiq tushishi va tushmasligini boshqalarga nisbatan yaxshiroq biladi. Lekin muxlislarga nima yoqishini bilmaydi-yu. Bila olmaydi. Aynan. Ertaga yomg'ir yog'gan paytida siz aytgan qo'shig'ingiz sho'x bo'lsa agar yoqmasligi mumkin. G'amgin bo'lsa, u ham yoqmasligi mumkin, chunki sizni holatingizga qarab qo'shiq eshitasiz. Istalgan tinglovchi holatiga qarab qo'shiq tanlaydi. Misol uchun yomg'ir yog'ayotganda balkim Kumush Razzoqovaning qo'shig'ini eshitar. Demak, tushunarli, ya'ni eshituvchiga nima yoqishini bilib bo'lmaydi hozirgi holatda. Keyin Instagramga ijodni bog'lash ham xato deb hisoblayman. Bu meni fikrim. To'g'ri, Instagram hozir zo'r platforma bo'lib qoldi. Ya'ni televizorni va bir ikkita platformalarning o'rnini bosdi. Radioni qaysidir ma'lum qismini olib qo'ydi. Mashhur bo'lish xohlasangiz, ko'proq Instagramdan aqlsiz. Lekin aynan bundan iborat emas. Ijod. To'ppa-to'g'ri. Lekin ko'pchilik mana shu narsaga bog'lab qo'ygan. Gapim tasdiqlarkan.
Da. Tasdiqladim. Xo'p, Tasdiqladim. Bobur, keling sizdan bitta jonli ijro eshitamiz, faqat sho'x. Mavzu Kayfiyatni tugamadi-yu. ko'taradigan. Yo'q, to'xtang, rostdan Yo'q, mavzuni eshitmaymiz. tugadi. Mavzu tugamadi-yu. Kayfiyatni ko'taradigan ana. va Kayfiyat raqsga tushib ketdimi? tushadigan. Zerikdim. Bo'ldi. Boshlayapmizmi? Tak, bo'pti, hozir Instagram dedinglar-ku, shuning uchun Instagramga sal bog'liqroq narsa kuylaylik. Qaysi? Tak, qiz hozir show biznesda endi o'zim ijrochiman, ijro qilaman, ijro qilib turaman. Alim akam shogirdlariman. Instagramda hozir auditoriyaga qo'shiq yozishda hit bo'layotgan narsalarning ko'pi anaqa. Misol uchun ta'rif. Sizning qo'shig'ingiz misol uchun kokillari yarashgan go'zal, ko'zlari olar jonimni. Bo'lnisi bor o'shalarga boram, temasi shunaqa so'zlari. Shuning uchun Hozir menga atalgan qo'shiq ekan. da necha yoshdasiz? Yo'q, yoshimni aytmayman. Bo'pti, to'lmasin. 16 yosh deb turaylik, 16 yoshga to'lmagansiz hali, xo'p. Endi Instagramga bitta qo'shib uchadi endi. Nima deyapsiz deganga. Boshladik. 16 yoshli Bonuga. Coverda endi bu. Aha. Eski qo'shiq, bor qo'shiq, Otabek Muhammadzohid ustozimiz qo'shiqlari. Sal balandroq aytsangiz. To'lmasdan 16 yoshingga qalamlar tortildi qoshingga. Savdolar orttirma boshingga. Shoshilma, qizgina shoshilma. Noziksan qizg'aldoq loladan. So'ragin mehribon onadan. Ey, farqing yo'q hali yosh boladan. Shoshilma, qizgina shoshilma. Shoshilma, qizgina shoshilma. To'lmasdan 16 yoshingga qalamlar tortildi qoshingga. Savdolar orttirma boshingga. Shoshilma, qizgina shoshilma. Noziksan qizg'aldoq loladan. So'ragin mehribon onadan. Ey, farqing yo'q hali yosh boladan. Shoshilma, qizgina shoshilma. Shoshilma, qizgina shoshilma. Agarda sizning hayotingizni komediya, kino deb oladigan bo'lsak, tasavvur qiling, men rejissyorman va sizni hayotingizni kino olmoqchiman, aynan komediya janrida va bu kinoga hayotingizdagi eng qiziq epizodlarni qo'shmoqchimiz. Bu epizodlar nimadan iborat bo'lardi? Komediya manda bormi? Urush janjal bor. Ha, bor. Aha. Ichida hamma narsa bor. Guruhimiz a'zolarini sozandalarimni tug'ilgan kunida, endi o'zim ham tug'ilgan kunimda, sanasi kelgan kuni ko'rishamiz yoki xizmatdan so'ng 12 kirdi tug'ilgan kuni bo'lgan daqiqadan oramizda bittamiz telefonni videoga olamiz va qolgan 8 kishi o'sha tug'ilgan kunni nishonlayotgan ishtirokchini, ya'ni guruhimiz a'zosini savolaydi tug'ilgan kuni bilan tabriklab. Rostdan. Urib abjog'ini chiqaramiz, tabriklaymiz-da. Alamimizni Sizdachi? olamiz. Bizda Hozir biz kulishimiz kerak-da, mana shu yerda. Aynan qaysi joyda? Ana shu savolash degan joyda. Manda bor. Aytib beraymi bitta voqeani? Zo'r voqeani aytib beraman. Qanaqa? Qaysi payt bo'lganini aytmayman. Uni bir paytlar. Biz bildik. Bir paytlar jentlmenlik qilmoqchi bo'lganman qizga. Ya'ni menda ham bo'lgan unaqasi. Mashinaga o'tkazgan va yo'l haqqini to'laganman-da, keyin o'zim Metrodami? Yo'q, piyoda uygacha borganman. Qizga bor pulini to'lab. O'zim piyoda. Qizlar va mana haqiqiy jentlmenlar bor ekan. Boburbek, Bor, o'zbek erkaklar. Da, hammasi jildim. Nima bo'lgan? sizda qanaqa bo'lgan? Menda zo'r bo'lgan. Lekin men so'rasam aytgisi kelmadi. Yo'q, esladim. Esladim-da. Aha. Ovqatlangan borganmiz. Kartamda pulim bor-da. Kechqurun jo'ram ishlatgan ekan, bilmaganman-da. Kartamni olib ishlatgan ekan. Keyin Shu aytganmiz, narsalar olib kelganmiz, yeb o'tiribmiz, shotga kelganda shunda telefonimni olsam, jo'ram ishlatgan ekanda pulni. Yetmagan ekanda menga. hozirgi kunda vayn tarqaldi, sezdingizmi? Aynan mana shu ovqatlanish. mavzuda. Albatta. Kim kasal bo'ldi, dadam deb turib ketadi-yu. Shunaqa holatlardan foydalanmadingizmi? Ya foydalandim. Nima qildingiz? Zo'r. Qanaqa qilib chiqib Hozir ketdingiz? kelamanmi? Da,
srochniy chaqiryapti deb srochniy bormasam bo'lmaskan ofisga deb. Kassani qiz yopdi. Yo'q, qaytib keldim keyin. Yo'q, hozir qizga murojaat qilmoqchi edim. Endi aytmoqchi edim men ham. Olib beramiz pulni. Nahotki deb. Keling siz bilan bir challenge qilamiz. Ya'ni trio challenge. Uchalamizni o'rtamizda bitta mashhur qo'shiqni janrini o'zgartirgan holatda aytib ko'ramiz. Masalan, siz qo'shishingiz mumkin, rep qo'shishingiz mumkin. Siz baxshichilikdan foydalanishingiz mumkin va hokazo. Shohruxxon. Da, Qaysi qo'shiqlari? to'xtanglar, Shohruxxon masaga. To'xtanglar. Adashib ketdimman. Pul aytgan joyini qo'shamiz. Shohruxxonning qo'shig'idan boshlaymiz. Shohruxxonmi bu yo Shohruxmi bu? Shohruxxonning qo'shig'idan boshlaymiz. Hoppa. Qo'lga tushdik. Qaysi qo'shiq? Yetib Azizbek keldik. aka. Bu duet ekan aka. Bilmabmanman, endi bilyapman. Siz bulardan keyin lekin Azizaga davom ettiradilar, Shohruxxon dedilar va biz eshitmoqchimiz. Bobur, mana tarafda turing. Xo'p. Eshitmoqchimizmi? Eshitmoqchimas ekan aka. Avtobus bekatda Turibdi bir pari, tanishganman u bilan chatda. chatda. Qopatiga bir qarib 90 Moda yoshlarda kivoga o'xshamason. Da, tag'inizim toshnada. Davom etamiz. Qora ko'zlaringga bo'ldim mahliyo, sen esa tashlanmaysan bir qiyo. Janrni o'zgartiramiz. Rep qo'shib bir ko'ringchi. qiyo. Bu dunyoda qiyo. yurak qumsab seni sog'inar. Bexabarsan, bexabar. Balki sen ham o'ylab yig'laysan. Bexabarman, bexabar. Yurak qumsab seni sog'inar. Bexabarsan, bexabar. Balki sen ham o'ylab yig'laysan. Bexabarman, bexabar. Keyin bu yoq rep to'qib ketdi-ya. Albatta. Qani endi hammasi oldingiday bo'lsaydi, sen bilan birga bo'lgan damlar qaytib qolsaydi, o't oradan ancha yil u qaytib kelsaydi, sevaman degan so'zlarini yana aytsaydi, qayta bu hidlaringga to'ya olmadim, gulim degan bu so'zlarim unuta olmadim, senga aytgan o'sha so'zlarim yodimda, qani endi qaytib kelsang eding yonimga, yurak qumsab seni sog'inar. Bexabarsan, bexabar. 23 yildan o'tdim. Oho, balki qo'yin ham o'ylab yig'laysan. Bexabarman, bexabar. Yosh ijodkorlarga aynan Bo'zatovda qatnashgan ijodkorlar ko'p hozirgi kunda. O'rin ololmagan ijodkorlar ham bor. Lekin ularning ichida juda ham talantli, zo'r qo'shiq aytadigan ijodkorlar ko'p. Nafaqat Bo'zatovda, balki butun O'zbekistonda ko'p bunaqa ijodkorlar. Ularga nima deb maslahat berardingiz? Nimaiki bo'lmasin yaxshilikka to'xtanglar, savol berdingiz, men hozir javob beraman. Shoshmang. Demoqchi edilar. Javob bor ekan, nimaga menga savol beradi bu qiz? Xo'p, demoqchi bo'lganim, agar mabodo bu tanlovdan o'ta olmasa ham, yaxshilikka, ya'ni motivatsiya olish uchun zo'r sabab deb o'ylayman. Birini bermadimi, ikkini berdimi, demak, birini olish uchun, harakat uchun motivatsiya bor. Tanlovga qabul qilmadimi, demak, undan zo'r harakat qilib, undan-da zo'r tanlovda qatnashish imkoniyati bor. Ya'ni to'xtab qolmaydi. Bitta eshik yopilsa, ikkinchisi ochiladi degan narsa bordi. Bu bor gap, bu haqiqat. Asosiysi nima xohlashingiz, nima istak. O'sha istagini amalga oshirish uchun harakat qilish kerak. Bittasi bo'lmadimi, bu degani tark dunyo qilish kerak, voz kechib ketish kerak orzudan, istakdan degani emas. Albatta. Buni yo'q dedimi, bu degani tugadi degani emas. Hali dalish davom etadi. Bobur yo'q degani bu tugadi degani emas, misol uchun. Men yo'q dedim degani tugadi emas. Harakat, orzular orzuligicha qolmasligi kerak. Aha, demak hali tugamadi. Hali boshlanmadi. Yaxshi. O'zingizdan kichkinalarga nima maslahat berasiz? Manmi? Maqsadni aniq qo'yish kerak, niyat to'g'ri qo'yish kerak, harakat qilish kerak shu.
Bobur, Bo'zatuvda 3-o'rinni qo'lga kiritdingiz va bu yo'lda sizga yordam bergan ustozlaringiz bormi? Обязательно ustozlar bor. Birinchi ustozim Gulgin Zakirova, asosan shu Gler paytda dars berganlar, Glerda. Glerda o'qiyapmiz. Da, Glerda o'qiyaman. Zo'r Gler qotadi. bitirganman. Odamimizdan zo'r qotadi. Shunaqa Gulgin ustozim, birinchi ustozim, keyin hozirgi ustozim Iqtidorli demoqchi. da, Nimadir demadim. Qarashingiz uni. ikkinchi ustozim Ruslanni O! Zo'r ustoz. da ustoz. Menga ham juda ham ko'p yordam bergan insonlar toifasida. Juda. Juda ham hurmat qilaman. Har bir ijodkorni yaxshi tomonlarni bajarishga qiladilar. Yaxshi ko'radilar. Ustozim men ham yaxshi ko'raman. Doim поддержкадаlar. Men bajarayman. Qaraymiz. Bo'ldi. Ketdik. Anaqa bering, emotsiya beringda siz bu yoqqa ishlaysiz keting. Yo'llar yarashgan go'zal. Oh ko'zlar olar jonimni. Chiroyingga bitgan g'azal. Yondirursan kitobimni. Senga oshiqda bu yurak. Sensiz ayt menga ne kerak. Olmayli jonim kerak bo'lsa. Didoringdan bersang darak. Hey, Qarashlaring. Demak, bugun ko'rsatuvimiz haqida fikringiz qanaqa? ajoyib. To'liqroq. Kameraga qarab menga emas. Yo'q. Shu paytgacha kamera bordimi? Xabarim yo'qdi. Oston kamera boshdan. Shuncha gapingiz. Ko'rsatuv juda ham ajoyib. Menga yoqdi. Bobur gapirib turing. Yoshlar ovozi Bo'zatuv festivali tashkil qilgan odamlarga, madaniyat vazirimiz Ozodbek Ahmedovичga, yurtboshimizga kattakon rahmat. Bizga yoshlarga yaxshi imkoniyatlar qilib beryapti. Eshiklar ochilyapti. Sekin-sekin shu san'at sohasida yurganlar, san'at sohasida ijod qilmoqchi bo'lganlar bemalol qatnashib, yutuqqa qo'yilgan pullardan bemalol olib, xohlasa o'ziga sarmoya kiritsa bo'ladigan возможность qilib berdi. Boshqa joyda yo'q, menimcha. Demak, ba'zida aynan ba'zida emas, ko'p hollarda puli yo'q va lekin ijod qilishni xohlaydigan yoshlar ko'pda va bularga o'ylaymanki, Bo'zatuv yaxshi imkoniyat yaratib beryapti. Va bunaqa tanlovlar juda ham ko'p. Yildan yilga zo'r bo'lib boryapti. Barcha yoshlarga omad. Bunaqa imkoniyatdan foydalanish kerak. Unumli foydalanib, faqat olg'a qadam bosish kerak bo'ladi. To'g'rimi? Albatta. Ilgari mana bunaqa podkastlar ham orzu qilardik. Mana hozir orzumiz amalga oshdi. Bonu bilan o'tirib podkastda suhbat qilyapmiz. Aha, ko'rsatuvimiz haqida fikringiz? Ko'rsatuv ajoyib, zo'r, ya'ni noodatiy, zerikarli emas. Ya'ni biz bir muncha Yana boshqacha oxirigacha janrda eshitmadim. boshqacha janrda podkast olishni rejalashtirgan edik. Aynan hozir kameralarni unutgan holatda ijodkorlar bilan erkin suhbat qilishni, bemalol hazillar qilishni, ular bilan birgalikda kulishni xohlagan edik va bugun mana o'tiribmiz. Amalga oshdi bu narsa deb o'ylayman, chunki men uchun zo'r bo'ldi. Ya'ni kulgiga boy, hazilga boy. Ba'zi bir ko'rsatuvlarda bu narsa yo'q. Ya'ni kulgi yo'q, hazil. Ssenariy bo'yicha ketdi boshqalar. Bunda ssenariy yo'q, qarang. Bunda hozir siz bilan zo'r o'tdi deb o'ylayman. To'g'rimi? Boburbek zo'r chiqdi. So'ngida bulardan bitta ijro etaylik. Avtorskiy qo'shiq bor. Agar ruxsat bersanglar. Ana. Ritmi такой valsli narsa, azaki. Vals chaqat. Oshiq bo'lib yor vasliga ishqida yonsam maylimi? Devonaman yor dastidan men ham sevsam maylimi? Oshkora sevgi kerakmas. Pinhona sevsam maylimi? Yonsam ham yor dastidan men ham yonsam maylimi? Sevgi shunchalar yondirarkan sevgi, oshiq dilin olarkan sevgi,
Ko'zlarni ko'r qilarkan, bu chin muhabbat, bu sevgi. Sevgi. Shunchalar yondirarkan sevgi. Oshiq dilin olarkan sevgi. Ko'zlarni ko'r qilarkan, bu chin muhabbat, bu sevgi. Shunaqa izi-ya. Menda bir g'oya keldi. Bu qo'shiqni chiqarganingizdan keyin to'ylarda aynan vals uchun sizni taklif qilishadi. Menga juda ham yoqdi. Sizni to'yingizda valsga. Hali ancha kutib qoladilar-da, shu uchun. Qachon Yoshlar chiqmoqchi? oiladan Hozir boshlaymiz. ana rejani qilib o'raylik. Da, Yaxshi. To'yingizda valsga. Bo'ldi. Xudo xohlasa kelasiz. albatta. Tekinga. Da, Yo, narx qimmat ketadi. da, tekin. Yo'q, hozir kelishib o'raylik-da, kamerani olib. Yo'q, обязательно Bonu opam biroz telefon qilsalar tekin. Bonu opa. Opa ekanlar. Hay Bonu. Sizchi? Kelasizmi? Mhm. Albatta. Demak, bizda ikkita san'atkorimiz rozi bo'ldilar desam. Уже shu paytgacha nechtasini hal qildingiz? To'g'risini ayting. Birinchisi. Birinchisi. rostdan. Hay. Bu qo'shiq menga juda ham yoqdi. San'atkor bor ro'yxatda. Demak, ashulangiz juda ham yoqdi. O'ylaymizki, buni ijtimoiy tarmoqlarda ham juda keng holatda tarqatasiz. Bunga biz ham yordam beramiz, Xudo xohlasa. Va sizlarni nafaqat Buzatov sahnasida, podkastimizda va keyingi ko'rsatuvlarimizda ham kutib qolamiz deb o'ylayman va sizga omad tilamoqchiman. 3-o'rinni olgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, keyingi bosqichlarda keyingi Buzatov sahnalarida aynan 1-o'rinni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lasiz. Va shu bilan bugun yuqori kayfiyatda podkastimizni tugatamiz. Keyingi bizning yulduzli mehmonimiz va menga omad tilanmadi. Shundoq burilingda menga qarab. Tilagingizni bildiring. Aziz yo'ldosh, sizga omad tilayman. Rahmat. Ijoddan charchamang deymiz. Bunday hit qo'shiqlarni chiqarishdan charchamang. Shu bilan podkastimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi yulduzli mehmonimiz va Buzatov g'olibimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. O'qiymiz buni albatta. Demak, hammaga xayr.